Hamma qanotlar ham bir xil emas. Ularning shakli samolyot nima uchun mo'ljallanganiga qarab o'zgaradi. Keling ularni laboratoriyada tutun yordamida ko'rib chiqamiz. Mana bu tezlik ustasi. Simmetrik profil havoni eng kam qarshilik bilan yoradi. U asosan qiruvchi samolyotlarda va akrobatik uchish apparatlarida qo'llaniladi. Chunki u teskari uchishda ham bir xil samaradorlikni beradi, lekin u kamroq ko'tarish kuchi hosil qiladi. Shuning uchun ucha boshlashi uchun juda katta tezlik kerak. Bu eng ko'p tarqalgan standart profil. U o'rtacha tezlikda uchadi va energiyani juda yaxshi tejaydi. Tagi tekis bo'lgani uchun uni yasash ham oson. Ko'rib turganingizdek, tutun oqimlari orasidagi farq bizga kerakli barqaror lift kuchini beradi. Bu fuqarolik aviatsiyasining ishchi kuchi. Va nihoyat eng tejamkori. Bu profil past tezlikda ham ulkan yuklarni ko'tarishga qodir. Uni ilk samolyotlarda va bugungi og'ir yuk tashuvchi samolyotlarda ko'rishingiz mumkin. U tez ucha olmaydi. Qarshilik juda katta, lekin energiya sarfi minimal. U xuddi havoni o'z bag'riga bosib olgandek uchadi.